VIP kabinkalar bo'shmi? Bo'sh. Eski xonani ham zayin qiling, bugun 26 ni bolalari keladi. Bo'ldi. Katta bolalar keldi. Assalomu alaykum aka, hormang. Salom. VIP kabinkalar bo'shmi aka? Yo'q, VIP kabinkalar zayin. Voy, 8 bolalari kelyapti aka, amaliyli. 26 ni bolalari zayin qilib ketdi hamma joyi. VIP kabinkalarni ham. Tamam. Böyle az gaplashamiz. Alo, aka, charchamadingizmi? Aka, men 10 talik dom podvalda kompyuterxonada ozgina problema bo'lib qoladi. Shuni hal qilaylik. Брат, все компьютеры в 48-ю школу переезжают. Почему? Господа, мой руки.